Hammaga salom, sizlar bilan birga men Mitsushi. Bugungi videoda Arrodam animesini davomini aytib beraman va videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziq va juda ham zo'r videolar hali oldinda. Meni qanchalik zo'r qo'llab-quvvatlasanglar, men jonim bilan tez videolar chiqaraman. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agar esinglarda bo'lsa, o'tgan safar shu joyda to'xtagandik. Ya'ni bizani Denji orzusiga yetishiga sal qolgan paytda nihoyat Denji ushab ko'rdi va shu xolosmi? Denji bu uchun ancha harakat qilgandi va boshqa narsani kutgandi, lekin bor yo'g'i shu xolos ekan. Denji sal g'alatiroq bo'lib qoldi, chunki u o'ylagan narsa o'z kutganidek bo'lmadi. Makima Denjining unaqa g'alati bo'lib qolganini ko'rdi va nima bo'ldi deb so'raganda, Umrimda birinchi marta ko'krakdan ushab ko'rdim. Lekin bu men o'ylaganimdek zavq bermadi. Makima bitta taklif etdi, ya'ni o'q iblisini o'ldirish. O'q iblisi kim yoki nima deyishinglar mumkin. Ya'ni o'q iblisi bu haqiqiy eng kuchli iblis. Dunyodagi eng kuchli iblis. Agar Denji o'q iblisini o'ldira oladigan bo'lsa, Makima Denjini nima desa ham qilar ekan. Ha, aytgancha, Aki ham o'q iblisini o'ldirishni xohlaydi. Nimaga deysizlarmi? Unda o'tmishga qaytamiz. Aki yoshligidan unchalik ham oilasi bilan chiqishmasdi. Adasi bilan beysbol o'ynash so'raganda adasi yo'q dedi, chunki uni ukasi kasal edi. Aki bu gapni eshitib jahl bilan tashqariga chiqib ketdi. Uni orqasidan bo'lsa ukasi ham chiqdi. Boshda uni haydashga harakat qildi. Keyin bo'lsa ukasi ham u bilan qo'shilib o'ynaganini ko'rgandan keyin u ancha xursand bo'ldi, chunki u yolg'iz emas edi. Ukasiga bo'lsa tezroq qo'lqopingni kiyib chiq, tashqarida o'ynaymiz deb aytdi. Lekin u uyga kirishi bilan Akini ko'z oldida nafaqat Akini oilasini, balkim juda ham ko'p insonlarni bir vaqt o'zida o'q iblisi o'ldirgan. Denji o'q iblis kimligini to'liq tushunmadi-yu, lekin albatta men uni o'ldiraman deb aytdi. Lekin o'q iblisini o'ldirish uchun oldin topish kerak. Shuning uchun bo'lsa, o'q iblisini parchalarini iblislardan tortib olish kerak. Ya'ni iblislar uni juda ham kuchsiz iblis bo'lsa ham, bir dona yesa ham, u anchagina kuchli iblis bo'lib ketadi. O'sha kuni bo'lsa 6 ta o'quvchi mehmonxonadagi g'alati iblis yoniga kelishdi. Lekin u iblis mehmonxonaning ichiga bekinib olgan edi, qat'igadir. Himeno ismli bir ko'zli qiz bo'lsa, kim agar iblisni o'ldirsa, men uni o'zim o'pib qo'yaman deb aytdi. Ha, do'stlar, endi Denjida yangi maqsad bor. Maqsadga erishish uchun bo'lsa, harakat qilish kerak. Ularning yo'lidan bo'lsa, qanaqadir g'alatiroq kalla yurib chiqdi. Keyin Power kallani fatality qildi. Himeno ham bitta iblis bilan shartnoma tuzgan ekan, ya'ni arvoh iblis bilan. U iblisga o'z ko'zini bergan ekan, iblis yeyishiga. Uni qobiliyatlari bo'lsa, xuddi o'sha arvohdek, faqat uni qo'lni ishlatib olar ekan. Ko'rmas qo'l bo'lib xuddi. Lekin ular 8-qavatdan 9-qavatga ko'tarilishayotgan paytda birdan yana 8-qavatda o'q qolishadi. Boshida bunga ishonishmaydi, lekin bir tepaga, bir pastga tushayotgan paytda rostdan faqat 8-qavatga tushib qolishadi. Zina foyda bermasa, oynadan sakrab tushaman dedi va Aki narigi tomonga ketayotgan edi, lekin oynalar ham narigi xonani narigi tomoniga chiqarar ekan. Shu bilan bilsak bo'ladiki, ular 8-qavatda qolib ketishdi, bechoralar. Iblisdan hali beri Dareyo liftda ishlamaydi va ular 8-qavatda qamalib qolishgan. Har xil yo'llar bilan chiqib ketishga harakat qilishdi, lekin baribir 8-qavatda qolib ketishdi. Koben ismli qiz bo'lsa qo'rqib yig'lavordi, lekin bizani Denjiga farqi yo'q, u uxlab yotibdi. Ancha-muncha vaqt o'tgandan keyin boyigi kalla kattalashib maxluqqa aylandi. Keyin bo'lsa u maxluq
ovchilarga bitta shartnomani taklif qildi. Ya'ni Denjini ular o'sha iblisga berish kerak edi yeyishiga. O'shandagina ular tashqariga chiqishi mumkin edi. Keyin bo'lsa bu gapni eshitib qolgan Kobeni tashqariga chiqdi va Denjiga hujum qildi. Himeno uxlab bo'talog'im deb qorniga bitta soluvdi, rostdan ham uxlab qoldi. Ular rostdan ham haqiqiy hayotdan uzilib qolishgandi. Shuning uchun Akini tulki iblisi ham kela olmadi. Birinchi bilan birga bir qoqishma qilishmoqchi edi, lekin baribir bu ish foydasiz bo'ldi. Oxirgi chora faqatgina Denjini o'ldirib iblisga berish kerak edi, lekin baribir Aki buni xohlamadi. Keyin bo'lsa ovchilar o'zi bir-biri bilan janjallashishni boshladi. Shu bilan iblisga ham ancha kuch qo'shildi. Ular bir amallab bitta joyga turib olishdi. Iblis bo'lsa, "Hali menga Denjini beringlar" deb gapirib yotardi. Aki ancha ahvol yomonligini bilardi. Shuning uchun u qilichini ishlatmoqchi edi. Qilichini ishlatish deganda u ya'ni qilichi bilan u iblisni bemalol o'ldira olardi. Faqat Akini umri ketardi anchagina. Shuning uchun ham Himeno uni to'xtatdi. Qolganlar bo'lsa tezroq Denjini o'ldirib botdan chiqib ketishga harakat qilishdi. Lekin endi Denjini o'ldirayotgan paytda Aki uni qutqarib qoldi. Keyin nimaga Denjini o'ldirmoqchi bo'lganinglarni tushunmayman, lekin menga o'q iblisini o'ldirish uchun anchagina ahmoq bo'lsa ham ovchilar kerak deb aytdi. Chunki u aniq bilardiki, o'q iblisini bitta o'zi o'ldira olmas edi. Denji Akini gapini eshitdi va qolganlardan ancha jahli chiqdi va pastga tushib iblisga o'ldiraman deb aytdi. To'g'ri yutqizishi ham mumkin edi, lekin baribir bor kuchi bilan harakat qilishini aytdi. Oxirida bo'lsa Aki agar men seni tashqariga olib chiqa olsam, men qarzimdan qutulgan bo'laman dedi. Keyin bo'lsa pastga sakradi. Shu bilan Arrodam animesi o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Xayr. O'rgatma videoini mantrayman. Hazillashdim. Zo'ral deyman de o'zi ham. Denji tirik ekan. Keling unda tomoshadan zavqlanamiz. Uch kun deganda nihoyat Denji iblisni yuragini topdi. Keyin bo'lsa uni ikkiga bo'ldi. Ular oxiri tashqariga chiqishdi. Qaraysa atrof yop-yoriq. Denji bo'lsa o'q iblisdan bitta parchani topdi. Keyin hushidan ketdi. Aki bilan Denjini bo'lsa shifoxonaga olib borishdi. Himeno Denjini kuchiga qiziqqan edi. Shuning uchun Akidan so'rab ko'rgan edi, lekin Aki ham hech baloni bilmas edi Denji haqida. Lekin Makima biladigandek ko'ringan edi. Shuning uchun ular Makimadan so'ramoqchi bo'lishdi. Ertasi kuni ovchilar yig'ilishib bayram qilishgan edi. Agar esingizda bo'lsa, Himeno kim iblisni o'ldirsa, o'shani o'pib qo'yaman degan edi.
Denjini bo'lsa xayolida o'sha gap. Himenoga o'pishini aytdi, hozir bo'lmas ekan. Denji buni eshitgandan keyin bo'lsa, keyin oxiri Makima ham keldi. Denji Makimani yonida Himenoni o'pkisi kelmas edi, lekin juda ham o'pkisi kelardi. Aki Makimadan Denji haqida, Denjini qanaqa iblis bilan shartnomasi tuzganligi haqida so'ramoqchi edi. Lekin Makima aytdiki, agar mendan ko'p icha olsang, o'shanda aytaman dedi. Lekin esingizdan chiqarmanglar, ichish sog'liq uchun zarar. Chunki hali menga juda ham ko'p kerak bo'lasizlar, obunachilar. Nihoyat Himeno Denjini o'pgan edi, keyin bo'lsa uni og'ziga qusib shunaqa ham yoqimsiz bo'ladimi? Ertasi kuni Makima Kyotoga ketayotgan edi, lekin birdan notanish odamlar hujum qilib otib qo'ydi. Qolganlar bo'lsa restoranda ovqat yeb o'tirishgan edi. Ularning yonidagi odam bo'lsa g'alatidan g'alati gaplarni aytdi. U aytdiki, meni bobom yoshligimda ko'p ovqatlantirishga va xohlagan narsamni olib berardi dedi. Va men uni yaxshi ko'rardim deb aytdi. Keyin Denjiga uni rasmini ko'rsatib, "Sen ham uni yaxshi ko'rarding, to'g'rimi?" deb aytdi. Denji bo'lsa bobosini turqini ko'rgandan keyin, "Senga nima kerak o'zi?" degan edi. Cho'mchagidan qurolni chiqarib, Denjini bitta o'q bilan headshot qildi. Aki uni sirazi o'ldirishga harakat qilib, tulki iblisini chaqirdi. Lekin tabiiyki u o'lmagandi. Keyin u tulki iblisini sochib tashlab, tashqariga otilib chiqdi. Lekin u qilich iblisiga aylangan ekan, ya'ni Denjida arra bo'lsa, unda qilich. Aki bo'lsa hech narsaga e'tibor bermasdan qilichini ishlatmoqchi bo'ldi. U qilichda Aki la'nat iblisidan foydalansa bo'lardi. Ya'ni kimgadir o'sha qilichdan 3 martagina tiqib qo'ysanglar, o'shandan keyin o'sha odamni so'zsiz o'ldirsa bo'lardi. Lekin bu uchun Aki anchagina umridan voz kechish kerak. Aki 3 marta tiqib bo'lgandan keyin unga la'nat uni o'ldir degan edi. O'sha qilich iblisi o'lib qoldi. O'z aslida hammasi tugagan edi, lekin qanaqadir sariq sochli qiz kelib, qilich iblisini qaytadan tiriltirdi. Keyin uni juda ham jahli chiqib, o'zini shaxsiy qobiliyatini ishlatdi. Ya'ni tezlik. Himeno Akini o'lishini umuman xohlamas edi. Shuning uchun o'zini qobiliyatini ishlatmoqchi bo'lgan edi. Arvoh bo'lsa rad etdi. Chunki u sariq sochli qizdan qo'rqayotgan edi. Himenoni umuman boshqa iloji qolmagandan keyin o'sha arvohga "Men senga tanamni beraman, sen bo'lsa bor kuchingni berasan" dedi. U arvoh rozi bo'ldi. Keyin haqiqatdan ham u bor tanasi va bor kuchi bilan harakat qildi. Bu arvoh iblisini ko'zi ko'rmas edi va qo'llari ko'p edi va anchagina kuchli edi. U qilich iblisini yutishiga salgina qolgan paytda sariq sochli qiz uni o'ldirdi. Uni o'ldirgandan keyin Himeno unga qo'shilib yo'q bo'ldi. Xo'sh, shu bilan bizning ikkinchi qismimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Bu anime ham ancha zo'r ketyapti va qiziq ketyapti. Keyin yangi animelarni ham chiqarishga harakat qilaman. Qanchalik ko'p like bo'lsa, podpiskali ham shuncha ko'p bo'lsa, jonim bilan tez chiqarishga harakat qilaman. Unda obuna bo'linglar, like'larni bosinglar, keyinlarigacha ko'rishguncha.